Yuklaringiz izolyatsiya bo'lib ketadi agar bu 5 ta xatoni qilsangiz. Tadbirkorlar, bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki video so'ngidagi foydali taklifni hech qaysi logistika kompaniyasi bera olmaydi, ishonavering. HS kod noto'g'ri, tovar kodi noto'g'ri bo'lsa, to'lov noto'g'ri chiqariladi. Bu esa avtomatik tekshiruvga sabab bo'ladi. Invoice va joylash hujjatidagi tafovut. Ya'ni hujjatda 50 dona deyilgan bo'lsa-yu, tekshirganda 60 ta bo'lsa, ushlab qolishadi. Soxta mahsulot, soxta brend, logotip, ruxsat etilmagan tovarlar musodara qilinadi. Tashqi ko'rinishdagi shubha, qadoqlanish sifatsiz, nomlar tushunarsiz, og'irlik noto'g'ri bo'lsa, tekshiruvga yuboriladi. Tovar qayerda ishlab chiqarilganligi to'g'risidagi sertifikatni yo'qligi. Bunday sertifikat yo'qligi ba'zi holatlarda tovarlar olib qolinishiga olib keladi. Undan tashqari bu sertifikat bilan siz boj narxini ham anchagina pasaytirsangiz bo'ladi. Va nihoyat sizga aytmoqchi bo'lgan taklifimiz ham shu bilan bog'liq. Bizning Deton Logistics kompaniyamiz o'z nomimizdan mijozlarimiz uchun mutlaqo bepulga Xitoy Savdo-sanoat palatasi va Xitoy bojxona bo'limidan bu sertifikatni chiqartirib beramiz. Bu bilan esa mijozlarimiz bir necha yillardan beri rastamoshka vaqtida anchagina kam boj to'lab kelishmoqda. Agar muammolarga bosh og'ritmay biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga bog'laning.